Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, barchalarni to'poy bo'lmanglarni 10-epizodida ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Yaxshi videolar sizlarga tayyorlab qo'yganmiz. Sizlar bilan men Umid va Jaloliddin. Sog' ol. Bugungi epizodimizga yaxshiroq video topamiz degan edik. No cho'tta driverlarga sal aql kirib qoldimi? To'poy driverlar kundan kunga kamayib ketyapti. Balki Они нас смотрят, да? bo'lishi mumkin. Yoki Trump deport qilgandir ko'pini. Скорее всего, shunaqa bo'lgan. O'shanga content Oramizda IC klientlari ham bor. Content qilish sal qiyinlashib boryapti kundan kunga. O'shanga hammanglardan like, подписка, комментарий kutib olamiz. И обязательно, конечно, свои видео скидываем сюда, к нам, в официальные сайты, Telegram, Instagram, либо YouTube. Мы будем все смотреть. И обязательно shu videoni o'rtoqlaringizga tashlab qo'yinglar. И agar u savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Bo'lsam, biz videolarga o'tib, birinchi videoga o'tamiz. حبيبي انا كل يوم نقضي بس ما تقول لي يوم نقضي Tayyor aylanmoqda. Vro'da aylanmoqda. Agar jelega o'xshab mana bunaqasiga olib ketyapti-da. Bu yoqda endi Babtami или ham? yo'q, treyleri bor edi, treyleri bor. Volvo V'ni 760 ga o'xshadi. Tepada qara, anaqasi ham, fairing ham yo'q, faqat mo'sti ham urganda. Men o'ylashim bo'yicha qanaqadir kuchli udar kelganda trakka и такой. Menimcha bu trak, не знаю, ну настолько alignment там должен быть, чтобы это так все было, но я вообще думаю, что buni frame qiyshaygan trak repair qilingan. Bo'lishi mumkin. Скорее всего. Yoki udardan keyin tak pakashtoga tak yetib olishigacha to'g'rilab qo'yishgan. Qo'l tegdi. Ha, qo'l uchida to'g'rilab qo'yishgan. Da. No, 100% bunaqa narsaga, ya'ni fairinglar osilib qolgan bo'lsa, kapot ham bunaqasiga o'ynab kelyapti. Har bittasiga out of service violation beradi. Anaqa equipment not secured deb 100% violation oladi driver bunaqa holda. Undan tashqari mana bunaqaga driver tikdan bera olishi mumkin. Da, Shtraf ham bera olishi mumkin. Ano, steer tayyor ham o'ynab yuribdi-da. Прям конкретно трак. Не, ну скажешь, что могу сказать. Я терпел, я не хотел материться, я заебал. Меня родственники на смотрят, блядь. Ну, что это, что? Endi bilmadim. Это не словами сказать, не матом описать deydi-yu. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu yoqda nafaqat driver kompaniyaga ham katta pretenziya bor. U qanaqasiga bunaqa trakka sizlar yo'lga chiqasiz deyiladigan-da. Endi har xil holat bo'lishi mumkin, lekin bunaqa trak yurg'izgandan yurg'izmaganinglar yaxshiroq menimcha. Hozir mana o'zi mana DOTV ham yana endi tugayapti. И даже mana ko'p kompaniyalar ham o'zimiz ham rasmiy inspeksionga tushdi. Rasmiy validation olamiz o'zimiz ham. Mana logbook vaqti ham sekin keldi. Bu yoqqa mana logbook masdan ham ishlashimiz ham mumkin. Shuncha mana yangiliklar bo'lib, shuncha keraklarni tarishyapti-da, lekin bunaqa driverlar qanaqa yuribdi? Короче, переходим дальше, да? Да. No, тут driver driver 100% tupoy. O'shanga bunaqa bo'lmaydi. Kompaniyaga ham tegishli bu gap. Hop, keyingisiga o'tamiz. Ему направо. Он еще раз Yana bir marta. Oh my god deydi. Не, ну тут драйвер. Ikkalasida Нет, тут вот трак-драйвер был. Больше трак-драйвер дал. Он-то на своей линии едет прямо. Ему sal oldiroqga o'tkazinglar. Ну то. Но он едет на своей линии. Ну да, Единственное оправдание blind spot'da bo'lgani, no, bu ham driver. Endi videoni uzoqroqdan ko'rish kerak edi, chunki может быть, ну черная машина, да, объехал джип, я не знаю, что это, блядь. Ну, SUV, короче. SUV, да, но он должен был его заранее увидеть, потому что трак его, во-первых, вот видишь, он o'tib ketyapti. Он должен был его как-то до этого увидеть. Хуй, вам longer видео bo'lsa ko'rardi-yu, но still. Но он дал, mama passajir bo'lsa, вообще pishdi-da kompaniya. 100%. Bu yoqda injury claim bilan shu bilan kompaniya sekin yopib yuborsa bo'ladi. Bitta mana shunaqa bo'ldi, hozir mana bilmadim, 3 yillik MC bo'lib, mana Illinoisda bo'layotgan ekan. Ну, 3 yillik MC o'sha ko'tariladi. Вообще. No, blind spot'da bo'lsa ham, no, driver вообще. Bro,
Qonun bo'yicha gapirishib class A drivers, mana truck driverlarning pravasi mana biz o'zimizda B kategoriya bo'lsa, truck driverlarning kategoriyasi A bo'ladi. Class A deyiladi va bu driverlar professional. Siz bormi, commercial driver license bormi, siz professional haydovchi deb uje qabul qilinasiz. Bu degani bular bunaqa vaziyatlarni oldindan ko'ra bilishi kerak. To'g'ri. Shunaqa narsani bular avoid, olib qochish kerak bunaqa narsadan o'zini. Bu yerda, что ты мне настроение портишь сегодня? Я одного индуса поставил. Не, Spoiler bor. 3-video katamiz qadi. Da? Da. Bu yoqda remixi bo'lgan bo'lsa, 3-chisida originali bo'ladi. Okey. Verdikt bu yoqda driver konkretno chort и bitta odamni o'ldirib yuborgan bo'lishi ham mumkin bu yoqda. Da. O'shanga bu yoqda никак не оправдать verdikt driver тупой. Дальше. Keyingisiga oxirgi videoga o'tamiz. Oxirgi videoga o'tishimizdan oldin yana bitta eslatib o'taman. Like qo'yib, подписка qoldiringlar, обязательно videoni o'rtoqlaringizga tashlab qo'yasizlar. Tashlamasanglar cho'rtsizlar. Keyingi videoga o'tamiz. Он что снимает? Что-то он смотрит на телефоне. Odam o'lib ketyapti, biz o'ynayapmiz. Не, но он не умер. Смотри. Он что-то в телефоне сидит, подожди, смотри. Лимит, скорее всего, это, front-end, ikkita kamerasi bor ekan, oldiga orqaga qaraydigan. Xo'p. Bitta savol, bunaqa bo'lganda hozir AI sistemalar detect qilish kerak emasmi buni? Alert jo'natish kerak emas? Detect qilish kerak, но menimcha bu liba eski Samsara, liba anaqasini software'ni update qilishmagan. Chunki bizada detect qiladi. Он тут резко бурворdi, да? Mana trakiyot. Urdi. Da. Aytdingmi, bu qancha bo'ladi hozir? Qancha примерно? O'zi bir 120 lar bo'lsa kerak. Yo'q. 130 larda. Bu hali dальше yongan bo'lsa ham kerak. Yongan bo'lsa shu ko'taga kirdi. Трак, трейлер, cargo total. Bratан, там тоже трак летел. Да. Там тоже трейлер был, понимаешь? Ikkita трак, ikkita трейлер, ikkita possible cargo. Ana o'zini polsasida ketayotgan trak bor edi, unda olib qochdi-yu. Tahorat qilib chiqqan bo'lsa kerak. Sal qoldi, mana shuncha qoldi-da o'zi ham. No, bu yoqda konkretno haydovchining aybi u telefonni haydab ketyapti. 75 ketayotganda-da. 70. Не, вот это... Кстати, вот этот момент мне интересно. Хуй так медленно едет. No, ko'raylik. Видишь, there is no one in front of him. Endi bitta savol. Hozir bu yerda speed limit nechi bo'lgan? Понимаешь? И схерали тот трак так медленно ехал, понимаешь? Bu ham expect qilmaganda. Da. Chunki hozir open road, masalan, bu ham cruise da ketyapti, bu ham cruise da ketyapti. Skerali anu driver sekinlashdi, menga shu qiziq. No, anyway, anu sekin ketayotgan bo'lsa ham bu yo'lga qaramasdan ketyapti telefonda. Ну да, но я его не защищаю, он, во-первых, в телефоне сидел, да, во-вторых, он индус, блин. Мы не расисты. Lekin e'tibor bergan bo'lsa, партнерlarimiz ko'rmasa bo'ldi bu video. Да, этот мы не работаем с ним почти. Этот, он да, в телефоне сидит, он едет, да, окей, понятно, то, что он невнимательный, но с хуй ты долб. Мне к нему тоже вопросы есть. Вот он олддан кетти, видишь, он вот на 70 скорости он пролетает мимо него, понимаешь? Он секин кетет. 40 ketayotgan bo'lsa. Да, он едет или нет, degan savol ham bor, да? Он едет. Но он медленно едет, правда? Он пиздец так медленно едет. Тоже непонятно. Может, тоже telefonda gaplashib ketayotgandir. Может, тоже mamangga o'xshab telefonga qarab ketayotgandir. А может, прикинь, это два друга друг друга писали. Он такой, блин, спасу, остановлюсь, блин. Да. Ну, здесь конкретно водитель. Chunki hozir ikkita trakka kod qildi-da. Ikkita trak kod qildi, mana tirik qolganmi, yo'qmi degan savol bor. Kirib ketgan qancha liability claim kompaniyaga, kompaniya ochiq qoladi, yo'qmi bundan keyin savollar bor. Ну, не повезло, не фартануло, что могу сказать? Ну, драйвер ебать. Унаqa скоростda telefon. Давай этот
10-seriyasi, to'g'rimi? Ha, 10. Вот из всех которых у нас было, да? Давай мы вот топ-3 сделаем. Топ-3? Хорошо. Да, вот у нас будет следующее видео, вот вообще в целом тупой бомбейла. Вот hamma videoni endi vdrug кто-то нас смотрит. Hamma videoni ichidagi eng tupой драйверlarni chiqaramiz edi. И этот King of the Да. Number one bo'lishadi deydi-yu. Да, o'shani chiqaramiz и the safest drivers. Masalan, o'zimizdan example'dan masalan qanaqadir driverlar bo'lgan bo'lsa, o'shani qo'ysak ham bo'ladi. Bazaranет keyingi выпускda обязательно shu 3 ta eng 3 ta eng yaxshi driverni biz videosini chiqaramiz. O'sha 10 ta epizodning ichidan tanlab. Umuman qilib aytadigan bo'lsak, 3 ta driverdan 3 ta strike bo'ldi, bittasi ham adekvatniy chiqmadi. Нет. Ayniqsa men birinchisi веселый bo'ldi. Но мы потанцевали, все нормально, да, кардио делаем. Ну, в целом, да. Overall qilib aytadigan bo'lsak, nafaqat bizani videodagi driverlar, umuman qilib oladigan bo'lsak, driverlarning sifati tushib ketyapti ancha. O'zimizni yo'lda ham. O'zimizni yo'lda ham, afsuski. O'shanga qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kallani ishlatinglar. Вот думайте головой, а не жопой deydi-yu. Вот eng asosiysi shu. И на этой ноте, да, мы завершаем наш 10-ю серию. Всем спасибо, кто нас смотрит. Есть вот у нас один ярый фанат, Тимур, это чисто для тебя. Да. То, что он смотрит, ставит лайки и пишет, говорит, когда я кушаю, я от вас смотрю. Респект, нам это нравится. А так нам чисто ради души это делаем. Так что всем спасибо за внимание. Я опять говорю на русском, но мне все равно короче, не переводил этот хуй. Ну, заебать. Нас все равно, скорее всего, русскоговорящий смотрит, да? Мало кто будет, ну, узбекоговорящий нас будет смотреть. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu bizning 10-epizodimiz edi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kat. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu Tupoy bo'lmaylarning 10-epizodi edi. Agar shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Legenda sizlar vaqtinglarni ayamasdan shuni oxirigacha ko'rdinglar. Agar video yoqgan bo'lsa, обязательно like, подписка, kommentariy, bundoq strelkani bosib, ssilkani bundoq gruppaga tashlaverasizlar. Agar bu savolinglar bo'lsa, bemalol savolinglarni bersanglar bo'ladi, kommentariydan yoki lichkamizga yozsanglar bo'ladi. Bu esa trakchilik proyekti bilan Tupoy bo'lmaymanlarning 10-epizodi edi. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha xayr. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar va sizlarni yangi sonlarda kutib qolamiz. Xayr.